Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana Dafna vlog. Bu choper bugun bizning video davomida eng qadrdon do'stimiz bo'lib qoladi. Xullas bu choperimizga pishgan lahm go'shtimizni va 2-3 dona piyozimizni solib yaxshilab blender qilamiz. Bu taom qaysi viloyatda qanaqa nomlanishini yozib ketinglar kommentariyada. Men juda ham qiziqyapman. Bizning idishimizga kichkina bo'lgani uchun hamma masalliqlarni alohida aylantiryapman. Sizlar idishinglar agar katta bo'lsa, hammasini bir varakaga sovarsanglar maqsadga muvofiq bo'lardi. Pomidorimizni ham aylantirib bo'lganimizdan keyin boyagi qiymali massamizni ustiga solib, yarim stakan suv, tabga qarab tuz solib, yana aralashtirib, xolodilnikka muzlatishga qo'yib qo'yamiz. Quruq bo'lib qolishi kerak emas, chunki xamirni ichiga solganimizda bu sochli bo'lib turishi kerak. Videoga olishga esimga tushgani uchun xamir teksturasini olish esimdan chiqib qoldi. Bu uchun albatta sizlardan uzr so'rayman va og'zaki aytib o'tib ketaman. Bizga kerak bo'ladi oddiy tuzli suv va 2 osh qoshiq o'simlik yog'i. Bo'ldi, shu bilan qo'lga ham yopishar-yopishmas xamir qilamiz. 2-3 soat tingan xamirimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek tugib yoyib, qovurishga tayyor qilib qo'yamiz. Kstati bizda bu taomning nomi chibureka deb ataladi. Men buni xuddi shunaqa usulda tugib oldim. Ikkinchi marta uzr kelinchilik yana qovurish jarayonini olish esimdan chiqib qoldi. Endi chiburekamiz o'zi sochli, uni yana ham sochli qilish uchun unga sous tayyorlab olamiz. Menda 4 ta 5 ta pomidor va unga qo'shdim tuz. Bo'ldi, shuni o'zi yetarli. Videoni qaytib azojka qilaman, lekin shunaqangi yegim kelyapti. Shunaqa sochli, приятный chiqqanini ham qilib ko'ringlar. Umuman adashmaysizlar. Boyga aytgan gapim ham esingizdan chiqmasin. Bu taom sizlarda qanaqa nomlanadi? Iltimos fikringlarni men bilan bo'lishib ketinglar. Hammaga xayr, paka-paka. Menga bo'lsa osh bo'lsin.